Bir akamiz yoshligida valchok olaman, yangisidan minaman deganda kattalar kulishgan ekan. Hali bu valchoklar sen katta bo'lguncha eskirib ketadi deganda, "Mendan men uchun saqlanganini olaman" degan ekan. O'sha akamiz niyatiga erishgan, hozirda yangisini olgan. Mana akalar Nexia 1 ni ham yoshlikda kim orzu qilgan bo'lsa, bor yo'g'i 28 ming kilometr yurgan, o'ta ham tinig'idan, mendan siz uchun saqlanganidan kelib qoldi. Qarang, mashina o'zini davrida o'z legendasi bo'lgan. Bu mashinani ko'cha-kuyda minib yursangiz, ota-onani duosini olib baxtli yashayotganingizni his qildirib turadigan mashinalardan bittasi bo'lgan. Ancha-munchasi o'sha paytda ola olmagan, orzu bo'lib qolgan. Endi hammada har xil sharoit bo'lgan. Mana, mendan siz uchun saqlangani keldi aka. Rasa ham ilindim. 2007-yil kraskalari top-toza, mashina benzinda, halol probeglari 28 ming kilometr yurgan deyishyapti. Faqat o'zini uchun tekstirib ko'rsatib olaverasizlar. Kraskalari ham absolyutni top-toza, bironta joyda dilda xira qiladigan, qirilgan, sirilgan joylarni ham ko'rmadi. Narxiga keladigan bo'lsa akalar $7300. Egalar raqamlari pastda bemalol telefon qilib baraka qilishlari mumkin.